Sotuvda DAF Euro 6 Berger Perseplar komplekt holatda. Narxini 65 ming AQSh dollar deb aytilyapti. Yana albatta kelishadigan joylari bor. Xuddi shu akamizni boshqa furalarni ham sotuvga qo'yilgan. Uni standart bu hozir qo'yilayotgani 105 kubali mega bo'ladi. Uni videosini alohida qilib kanalimizga joylab qo'yganmiz. Ekranni ham qo'yib o'tib ketaman. Bosib turib batafsil videosini ko'rishingiz mumkin. Bu furani ma'lumotlarini endi birma-bir tanishtirib o'tib ketaman akalar. Ko'rib turibsiz, baland kabinada 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Bosib o'tgan masofasi 813 ming kilometr masofani bosib o'tgan avtomat korobkada salon ichki qismlarini ko'rsatib o'tib ketaman. Ko'rishingiz mumkin. Yaxshi holatda turibdi. Baklari jami 1200 litrli bak bilan jihozlangan. AdBlue sistemasi 100% ishlaydigan holatda. Balonlarning holatini videoni o'zida ko'rsatib o'tib ketaman. Mana ko'rsangiz bo'ladi, oldi balonlarning holati. Tigatchi bu. Orqa balonlarning holati 100% yangi holatda turibdi. Persep 105 kubali Berger Persep bo'ladi. 2018-yilda ishlab chiqarilgan. Mo'sti saf mo'st utka. Bu mana balonlarning holati. Persep pechlari alyuminda turibdi. Videoda ko'rsangiz bo'ladi. Zapaskalar bor. Tarasi jami 13 tonnani tashkil etar ekan. Qiziqqan bo'lsangiz egalariga telefon qiling, to'liq ma'lumotni o'zlarida olasiz. Kelib, ko'rib yo'qtiring, tezda kelishadigan joylari bor albatta. Bu videoni DAF Euro 6 qidiruvga, Forex tanishlarga yuborib qo'yish esdan chiqmasin. Hammaga rahmat.